Bitta kitob bor, mana o'zbek tilida bor ekan. Pul psixologiyasi degan kitobda, adashmasam o'sha kitobning ichida Amerikaning ekonomikasi, iqtisodiyoti yoritib berilgan. Adashmasam o'sha kitob bo'lishi kerak. O'sha kitobda ya'ni Amerikaning iqtisodiyoti qanaqa darajaga tushdi, u yerdan qanaqa qilib chiqdi, Ikkinchi jahon urushidan keyin Great Depression degan narsalar bo'lgan, o'sha narsalar qanaqa bo'lgan, ya'ni iqtisodiyot qanaqa darajaga tushadi, o'shalarni istoriyadan ko'rib ola oladi. Ya'ni hozirgi holatda u narsa bo'lmasligi mumkin, lekin har xil ssenariylarda qanaqa bo'lishligini bilishi mumkin. Aytganimdek, o'zbek tilida qanaqadir bir zo'r kurs yo'qki, o'rgatib qo'yadigan. Faqat universitetda borsa zo'r domlalar bo'lishi mumkin. Prosta ko'chadagi odamni kirgizmaydi ular. O'shanisi bor. Kitoblar bo'lsa, iqtisodiy kitoblar bir ikkitasini ko'rganman, lekin ichini bilmayman qanaqa darajada. Lekin borini o'qib o'rish kerak deb o'ylayman. Agarda faqat nima desam bo'ladi, kimdir maqtab yozilmagan bo'lsa, ichida kerakli terminlar bo'lsa o'qish kerak. Iqtisodiy rus tilida, o'zbek tilida, ingliz tilida.